Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, xususan yosh avlodning qalbi va ongi uchun kurash kuchayib borayotgan hozirgi o'ta murakkab sharoitda harbiy vatanparvarlik ruhidagi tarbiyaning o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ular qalbida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish maqsadida Dolzarb 90 kun doirasida o'tkazilayotgan tadbirlar xususida muxbirlarimiz so'z yuritadi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida Kogon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan o'tkazilgan ochiq eshiklar kunida o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Tadbir davomida ular uchun yong'in qutqaruv asbob anjomlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda yoshlarga yong'inlarni o'chirishda muhim sanalgan har bir qutqaruv anjomining xususiyatlari tasniflab berildi. Yong'inlarning oldini olish afzalligi tushuntirildi. Shuningdek, o'quvchi yoshlar uchun turli qiziqarli mashg'ulotlar tashkil etildi. Dastlab ular yong'in qutqaruvchisining voqea joyiga tez fursatda yetib borishi va uni bartaraf etishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan kiyim boshini vaqt chegarasida tezkorlik bilan kiyish jarayonida qatnashdilar. Soha xodimlari ishtirokida arqon tortish orqali kuch sinashishdi. Shuningdek, tezkorlik, chaqqonlik va epchillik bo'lgan sport turlaridan biri bu stol tennisidir. Unda yoshlar va harbiy xizmatchilar o'rtasida musobaqalar tashkil etildi. Yoshlarning intellektual rivojlanishida shaxmat va shashka sport turlari katta ahamiyat kasb etadi. Shaxmat o'yini fikrlashni tartiblashtiradi, diqqatni jamlashni chiniqtiradi va xotirani rivojlantiradi. Ayniqsa o'smirlik yillarida shaxmat bilan shug'ullanish katta ijobiy natijalar beradi. Shu ma'noda bu sport turi bo'yicha o'tkazilgan bahslar ahamiyatli bo'ldi. Mazkur tadbirlar orqali yoshlarning qalbida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, ona yurt, vatan ravnaqiga daxldorlik hissini oshirish maqsad qilingan. Kogon tumanida 25 ta umumta'lim maktablarida 12790 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Hozirda ularning 12011 nafari Dolzarb 90 kunlik tadbirlariga qamrab olingan. Bundan tashqari mahalla yettilligi bilan hamkorlikda 7045 nafar uyushmagan yoshlar to'garaklarga jalb qilinib, ularning sport bilan shug'ullanishi, kasb-hunar sirlarini o'zlashtirishi uchun imkoniyatlar yaratildi. Yana bir muhim jihat, bu yilgi yoz mavsumida tumanda 4 ta umumta'lim maktablari va 2 mavsumda 450 nafar o'quvchilarni o'zida jamlayotgan sog'lomlashtirish maydonchalari tashkil etilishi rejalashtirildi. Bular birinchi mavsumda 230 nafar, ikkinchi mavsumda 220 nafar o'quvchilarni qamrab oladi. Hozirda bu borada 12 maktabda tashkil etilgan ishlar ko'lami anchagina salmoqli. Kogon tuman 12 o'rta ta'lim maktabida 525 ta bola tahsil oladi. Natijalarimiz yomon emas, natijalarimiz yaxshi. Ana shu yil 41 ta o'quvchimiz 11-sinfni tugatdi. Oliy ta'lim muassasalariga hammalari 100% hujjat topshirdilar. Muddatdan oldin 3 ta o'quvchimiz talaba bo'ldi. Dolzarb 90 kun e'lon qilindi. Shunda bizning maktabimiz ham reja grafik asosida 30 ga yaqin fan to'garaklari, sport to'garaklari, kasb to'garaklari, musiqa to'garagi tashkil qilindi. Reja grafik asosida o'tkazilyapti. Hozirda tumandagi 12 umumta'lim maktabida o'quvchilar basketbol, futbol, shaxmat, shashka, kitobxonlik kabi to'garaklarda faol ishtirok etishyapti. Reja qilingan 75 ta fan, 32 ta sport to'garaklarining barchasi faoliyat olib borishi uchun maskanda to'liq sharoitlar yaratilgan. Maktabimizda o'tkazilayotgan yozgi ta'til Dolzarb 90 kunda sport to'garagiga qatnashyapman. 4 yildan beri muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Hozir yana malakalarimni oshirish uchun futbol to'garagiga qatnashyapman. Ko'plab musobaqalarda qatnashib kelmoqdamiz. Oliy o'rinlarni olib. Mening maqsadim Abbosbek Fazilov, Eldor Shomurodovlarga o'xshagan mashhur futbolchilar bo'lish. Tuman kesimida Dolzarb 90 kun tadbirlari davomida 60 ta tanlov, 80 ta musobaqa va 65 dan ortiq turli tadbirlar o'tkazildi. Xususan 23 ta ma'naviy ma'rifiy, 13 ta ijodiy yo'nalish bo'yicha 22 ta madaniy tadbirlar, 3 ta raqamli texnologiyalar sohasida 26 ta sport va sog'lomlashtirish hamda 5 ta ichki turizm tadbirlari tashkil qilinishi nazarda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, Buxoro viloyatining barcha hududlarida Dolzarb 90 kunlik tadbirlari samarali tashkil qilinib, yoshlarning bo'sh vaqtlari mazmunli va maroqli o'tmoqda. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, uni bo'sayotgan kelajak avlod qalbida ona vatanga bo'lgan sadoqat ruhini yanada shakllantirish maqsadida yurtimizda keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Ayniqsa Dolzarb 90 kun loyihasining amalda tatbiq etilishi ming-minglab kelajagimiz ertalarining bilim ko'nikmalari oshishiga, shu bilan bir qatorda jismonan va ruhan tetiklashishiga zamin bo'lmoqda. Xususan loyiha doirasida Buxoro tumanida tashkil qilingan zakovat intellektual o'yinida ham hudud yoshlari o'z bilim salohiyatlarini yana bir bor namoyish etdilar. Tuman hokimligi va bir qator mutasaddi tashkilotlar hamkorligida tashkillashtirilgan zakovat bellashuvlarida hududning Ko'chko'mar, So'fkorgar, Havola Mahmud, Navro'z va Bog'kalon mahallasi yoshlari ishtirok etishdi.
Dastlab yig'ilgan jamoalarga musobaqaning o'tkazilish tartibi va undagi qoidalar tushuntirib o'tildi. Shundan so'ng intellektual o'yinga start berildi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, yo'llangan har bir savol uchun ishtirokchilarga 1 daqiqa, javob varaqalarini topshirish uchun esa alohida vaqt ajratildi. Shu tariqa qizg'in va murosasiz kechgan zakovat bahslari yakuniga ko'ra 3-o'rin Navro'z mahallasi o'g'il-qizlariga nasib etgan bo'lsa, 2-o'rinni Bog'i Kalon mahalla fuqarolari yig'ini jamoasi qo'lga kiritdi. Barchadan ko'proq ochkolarni jamg'argan So'fkorgar mahallasi yoshlari esa yakunda zakovat musobaqasi g'olibi bo'ldi. Tadbir nihoyalangach, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoalar tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.